Oramizda ko'pchilikning dunyoda urdu degan til mavjudligi haqida xabari yo'q. Xo'sh, urdu qanaqa til va u qaysi mamlakatda so'zlashiladi? Urdu Pokiston Islom Respublikasining davlat tili hisoblanadi. Shuningdek, Hindistonning konstitutsiyasiga kiritilgan rasmiy tillardan biridir. Bundan tashqari, Bangladesh hamda Janubiy Afrika Respublikasi kabi mamlakatlarda qonunlashtirilgan ikkinchi darajali til maqomidagi muhim bir til hisoblanadi. Shuningdek, ayni kunlarda Dubay, Makka va Madina kabi shaharlarda urdu tili arab tilidan keyingi ikkinchi darajali tilga aylanib ulgurgan tildir. Urdu tilida ko'plab adabiy va ilmiy asarlar, shuningdek she'r va g'azallar yozilgan. Ayni kunda zamonaviy islom fiqhida muhim hisoblangan asarlarning ko'pchiligi aynan urdu tilida yozilgan. Bu ma'lumotlarni qo'ya turib, urdu tilini bilishning sizni zeriktirmaydigan muhim bir tomoni ham bor. Urdu bu diltortar ashulalar tilidir. Masalan, sevgi nomini eshitgan edim, lekin uning o'zi nimaligidan xabarim yo'q edi. Men sargardon bo'lib qoldim adashganlar kabi, do'st bo'lib qoldim dushmanlar kabi jumlalari urdu tilida qanday yangraydi? प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है मुझको नहीं थी खबर मैं तो उलझा रहा हूँ उलझनों के तरह मैं दोस्तों में रहा दुश्मनों के तरह. Yo bo'lmasam, sening va mening va sening sevgi qissamizni ikki og'iz so'z bilan bayon etish mushkuldir jumlasi urdu tilida qanday shaklda aytish mumkin? तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयाना हो पाए. yoki mening tongim ham o'zing, shomim ham o'zing, mening dardim ham o'zing, oromim ham o'zing, mening duolarimdan faqat bir sado yangraydi. Hamisha meniki bo'lib qol, hech qachon alvido dema jumlalari urdu tilida qanday yangraydi? मेरे सुबह हो तुम्हें और तुम्हें शाम तुम दर्द हो तुम आराम हो मेरी दुआओं से आते बस ये सदा मेरे हो के हमेशा है रहना कभी न कहना अलविदा. Bu ma'lumotlar sizda urdu tiliga qiziqish uyg'otgan bo'lsa, marhamat, bugundan boshlab bu g'aroyib tilni o'rganing. Oramizda ko'pchilikning dunyoda